va New Scientist ham bo'ladi. Xo'p, meni ovozim qanaqa? Voice and screen. Ekranim va ovoz qanaqa? Yaxshimi hozir? Jo'rlash shart emas hozir. Right. Okay. Thank you. Xo'p. Yaxshi, hammasi joyida. Endi New Scientist jurnalini olamizda birga artikelni tahlil qilamiz. Sizga qanday qilib o'zi o'qish kerak buni, nima qilib o'qiydi o'zi buni, qanaqa bir usullari bormi? Shu narsalar haqida gaplashar ekanmiz. Okay. So, New Scientist, I guess buni qo'ysak bo'ladimi yoki Okay. Oh, no way. Bunaqa bo'lmas ekan, yaxshi emas ekan bu. To'g'ridan to'g'ri kiramiz. Okay. So, demak, elsewhere on New Scientist deyapti. Xo'p, boshladik. Space weather. Demak, bu tashqari dunyo bor-ku, mana kosmos. O'sha yerdagi ob-havo deyapti. Okay. So, here planetary scientist Suzy Imber discuss how the sun's activity can drive auroras on Earth and the other planets in our solar system. Xo'p, solar system degan so'zni bilamizmi? Kommentarlarni o'zida nima qilay? Solar system degan so'zni bilamizmi nimaligini? Solar system. Is there anyone listening to me? Quyosh sistemasi, right? Quyosh sistemasi. Da, xuddi shu narsa. So, demak, Quyosh sayyorasi va Yerga drive auroras. Demak, drive degan so'z birinchi haydash degan ma'nosi bor, ikkinchi ma'nosi sabab bo'lish, qo'zg'ash degani. Okay, bu yerda aurora degan so'z, aurora o'qilsa kerak bu, o'qilishi aurora, right? Bu asosan quyoshni kelib chiqishi mana bunaqa to'lqinlar bo'ladi-ku, radio to'lqinlar, ya'ni quyoshdan chiqadigan energiyani aytyapman, shu narsalarni jo'natadi deyapti. And find out why va buni sababini topish uchun degani 2025 will bring an increased probability of bright auroras and other space weather effects on Earth deyapti. Bring olib kelish an increased probability of something. Biron narsani imkoniyatini, darajasini ko'paytirib yuborish degani, ya'ni ehtimolligini Shunaliga shu yorug' auroralar mana bo'lyapti-ku, quyoshdan kelayotgan energiyalarni oshirib yuboradi deyapti 2025-yilda Yerda va ularning effektlarini ham deyapti, ta'sirlarini ham. So visit New Scientist live on 13 October at London's Excel Center or watch online deyapti. So encounter the great scientific minds. Qarang, encounter duch kelish the great scientific minds. E'tibor bering, juda ham aqlli odamlarga duch keling deyapti. And discoveries. Endi bu yerda mind degan odammi desangiz ham, misol uchun odamning aqli bo'ladi-ku, lekin tasvirda yozib o'tirman, yana ba'zi odamlarga ko'ra deganda some people think that, some minds think that deb o'tirman. From Filippo Brunelleschi and Sandro Botticelli to polymaths like Leonardo da Vinci. Bu yerda polymath degan so'zga borib ketgan bo'lsa, bu so'zning ma'nolari ko'p, lekin asosiy ma'nosi bu so'zni nimaga bu unaqa bo'lyapti? Xo'p, polymath degani ko'p sohada bilimi bor odam degani. Misol uchun Leonardo da Vinci, Galileo Galilei bu odamlarni sohada, misol uchun juda ko'p sohalarda bilim bo'lgan. Okay, shuning uchun polymath deymiz bu odamlarni va ular juda ko'p tadqiqotlar qilgan. Shu narsani aytayapti. Join art historian Jeremy Boudry as you explore the beautiful cities of Florence, Pisa, Bologna. The 6-day tour begins on 4 November and costs 2479 €2479 tushadi, pounds ga tushadi, funt sterlinga va 4-noyabr kuni boshlanadi 6 kunlik sayohat va qarab turing. Explore the beautiful cities degani chiroyli shaharlarni ko'zdan kechirish degani. Speakingda ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, the reason why I want to travel around London is to explore the beautiful city. Ya'ni Londonning atrofida sayohat qilishimdan maqsad chiroyli shaharni ko'rish. Misol uchun speakingda ishlatsangiz bo'ladi. So culture lab. Okay. So
Hydrophones, I guess hydrophone o'qilsa kerak, menimcha buni o'qilishini tekshirib qo'yish kerak. Hydrophone, right? Hydrophone. Okay, hydrophones, microphones designed to capture underwater audio. Capture underwater audio degani bu suvni tagidagi audioni ushlab qolishga qaratilgan narsani gidrofon deyilar ekan. Gidro o'zi suv degan. Are helping scientists to unravel hidden soundscapes deyapti. Qarang, soundscape bu ovoz tarqaladigan yo'nalish, ovoz tarqaladigan joy. Unravel hidden something degani berkitilingan nimanidir topish degani. Okay. In this episode, bu epizodda science writer Marina Kingdon explores the fascinating ways that marine animals produce sound. Marine animals nima degani? Marine animals tarjimasini bilamizmi shu so'zni? Marine animals. Obbo. Nimalar deyapmiz o'zi? Ban qo'raman shekilli. Marine animals. Demak, suv hayvonlari bo'ldi, dengiz hayvonlari. Okay. Dengiz hayvonlarini ovoz chiqarish yo'llarini explore qildi. Explore degani hozir ko'rdik, bu tadqiq qilib chiqish degani. And the physics of underwater ears and how humans are affecting critical submerged soundscapes deyapti. Va physics, ya'ni fizikasi deganda bu yerda tuzilmasini nazarda tutyapti. Suvni, o'sha tashqi tagidagi suvni tuzilishi, ya'ni ears, quloq misol uchun bo'ladi-ku, suvda yashaydigan hayvonlarning quloqlarini fizikasi, ya'ni tuzilishini o'rganyapti. Va odamlar qanday qilib critical submerged soundscapes, submerge bu suvning tepasiga chiqib qolish, okay? Xo'p, shularni misol uchun odamlar qanday qilib bularga ta'sir qilyapti, shuni nazarda tutyapti. Okay, ya'ni shuni o'rganyapti ekan. Plus, bunga qo'shimcha tarzda speakingda ishlasangiz bo'ladi shu so'zni. Here samples of some of the most captivating underwater sounds. Most captivating, ya'ni juda ham odamni o'ziga jalb qiladigan underwater sounds, ya'ni suvning tagidagi ovozlarni eshitib ko'ring deyapti. She has encountered. Encounterni tepada o'rgandik, duch kelishgan. Ko'ryapsizmi? Mana artikl o'qiyotgan paytingizda bitta so'zni qayta va qayta ishlanishi ehtimoli yuqori. Bu degani siz lug'at o'rganishingiz ham osonroq kechadi degani. Siz bir kunda bir dona ham artikl o'qimaysiz, keyin har kuni reading 9 olishni orzu qilaverasiz. So, video electric versus petrol. Ya'ni elektromobillar va petrol, ya'ni benzinda yuradiganlar deyapti. At the Montalegre circuit in Portugal, electric vehicles and combustion engine cars. Bu degani, hop, azaliy mashinalar bor-ku, o'sha gazda yuradigan, benzinda yuradigan mashinalar va electric vehicles, elektromobillar are racing against each other. Bir-biriga qarshi kurashyapti. In an FIA championship event for the first time. Birinchi marta bir-biriga qarshi kurashyapti ekan. Built as the battle of technologies, the race sees them compete on equal terms. Compete on equal terms degani bir xil miqdorda kurashish, ya'ni bir xil shartlar ostida, bir xil kuchlar ostida kurashishga kurashishni ko'radi bu. Nima deyapti? Race poyi bu ikkovini. With each type of vehicle having advantages and disadvantages that must be balanced in order to win. In order to maqsadda degani yutish uchun balans qilinish kerak bo'lgan advantage, foydalari va disadvantagelari bor deyapti. Misol uchun electric vehicle ni ham, doim o'zimiz minadigan mashinalarni ham o'ziga yarasha foyda va zararlari bor deyapti. So, our human history, bizni insoniyat tariximiz. It's a truism in human evolution that our ancestors came down from the trees and out into more open country like grassy savannas. Hop, bizi nimamizda, evolyutsiyamizda, truism degan so'z. Truism. Bu nima degani? Aniq degani. Okay, ana borku true so'zini noun shaklida desa ham bo'ladi. Okay, truism. Xo'p, aniqki, evolyutsiyada odamlar demak daraxtdan tushib kelgan va ochiq savannalarga tarqalishni boshlagan. Bu bitta reading bor edi, What Lucy Taught Us degan, ya'ni Lucy bizga nima o'rgatdi degan reading passage bor edi. Agar ishlagan bo'lsangiz, shu passageda xuddi shu narsani gapirgan. Ya'ni o'sha Lucy degan qiz daraxtdan tushgan bo'lgan, xullas, keyin ovqat qidirib savannalarda yurgan bo'lgan, oxiri borib o'lganiga sabab keltirilmagan, 12 yoshida adult holatda o'lgan ekanmish.
Oldin xullas timsohlar, toshbaqalarning tuxumlari ham topilgan. Shuni yegan deb qaraladi. Shu What Lucy Taught Us degan reading bor. Qilib ko'rsangiz buni tushunasiz yana. So in contrast, bundan farqli ravishda, okay, task 2, task 1, speakinglarda ishlatsiz bo'ladi shu so'zni. Bundan farqli ravishda dense tropical forests have been seen as unfavorable frontiers that were too hostile for humans. Unfavorable frontiers. Zo'r so'z. Bu degani yashab bo'lmaydigan hududlar degani. Nima degani bu yerda? Unfavorable. Yes. Bu nima ekan? Frontiers arqab ketgan. Unfavorable ni tagiga chizib qo'yganning sababi, hop, ekranni sal kattaroq qilib qo'ying. I'm just doing the maximum. Hozir buni katta qiladigan bo'lsam, thumbnail ga o'tib ketib qolar ekan. Mana bo'lib qoladi-da. Bo'lmaydi-da bu. O'shuning uchun iloji boricha qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. So, frontiers that were too hostile for humans. Hostile degani unfriendly degani. Okay, hostile, unfriendly. Odamlar uchun do'stona emas bu hududlar degani, odamlar yashab bo'lmaydi degani. Okay, tropical forestlarda. Forest. Marshall considers the evidence that is overturning this idea. Okay, wow, overturning this idea deyapti. Overturn degan so'z nima degani? Teskarisini aylantirib qo'yish degani, ya'ni oyog'ini osmonda qilib qo'yish degani. Lekin bu g'oyani oyog'ini osmonda qilib qo'yadigan degani, ya'ni bu g'oyani noto'g'riligini isbotlab beradigan evidence ni o'ylayapti. Evidence degani dalil degani. Overturn an idea degani fikrni o'zgartirish degani. Tushunarligi? So, endi dear reader deyapti. Bu reader, hope this time of year is a special one for the new scientist team as we prepare for annual extravaganza. Wow, annual extravaganza. Bu extravaganza degan so'zni avval ko'rmagan bo'lsangiz, bu degani nimasi bo'ladi? Bitta mahsulotni yoki bir qanaqadir eventni kattaroq ko'rsatib berish. Okay? Va yillik o'tkaziladi-ku, misol uchun tadbirlar, misol uchun bitta kompaniya bo'ladigan bo'lsa, o'zini yangi chiqarayotgan mahsuloti yoki avvalgi borlarini kengaytirish uchun ham qanaqadir celebration qiladi. Shu narsani aytyapmiz. Okay? Hop, which take place ni ko'pchilik joy olish deb tarjima qiladi. Aslida unaqa emas, sodir bo'lish degani. Sodir bo'lyapti in just 3 weeks time, 3 hafta ichida. If you haven't been before, avval bo'lmagan bo'lsangiz, you can expect a weekend full of incredible talks. Ya'ni hayratlanarli suhbatlarga to'la weekendni kutsangiz bo'ladi, ya'ni haftaning oxirini about cutting edge science and groundbreaking ideas. Groundbreaking ideas degani yerni sindirib yuboradigan degani emas, hayratlanarli ideyalar va o'sha cutting edge science bu degani zamonaviy ilm fan haqidagi suhbatlarni ko'rsangiz bo'ladi deyapti. A show floor packed with live demonstrations. Packed with degani full of degani. Okay? Crammed with shunaqa. Demonstrations and hands-on activities. Hands-on degani amal degani, hozir listening reading o'zimni full kursimizdagi o'quvchilar bilan listening qilganimizda hands-on activities degan so'z bor edi. Hozir shuni tarjima qilib turdik. Bu degan artikel o'qish sizga ham kerak bo'lsa, mana listeningdagi lug'atlaringizga ham foydasi tegadi deganda, lekin nima qilasiz siz? Qachon bir chiqmaguncha umuman o'qimay qo'yasiz. Yo'q, siz qancha ko'p o'qisangiz, shuncha ehtimolni oshirasiz listening, reading, writing, speakingda kerak bo'ladigan so'zlarni chiqarish ehtimolini. O'qimasangiz bir kunda qanday chiqarasiz? Yo bir haftada bir bet o'qib qo'yib, qolgan kunlar o'qimasangiz. To'g'rimi? Hands-on activities demak amaliy mashg'ulotlarga va packed with live demonstrations. Jonli demonstratsiya, ya'ni prezentatsiyalarga to'lib yotibdi deyapti. I am told, menga aytildiki, men aytdim emas, menga aytildiki, this year there will be dinosaurs too deyapti. Dinozavrlar ham bo'ladi. Ya'ni haqiqiy dinozavrlar emas, o'sha maketlarimi yoki o'shalarga oid bir ko'rgazmalarmi. We modestly call it the world's greatest festival of ideas and discoveries deyapti. Modestly call degani sodda bo'lib, ya'ni humble bo'lib, o'zimiz bosib olib, shunaqangi atayapmizki degani, dunyoning eng zo'r ideyalar va texnologiya nimasi deb atayapti ekan. Eventi deb atayapti ekan. Okay. Ajoyib. Hop, last year o'tgan yili I hosted the Mind and Body stage in
I can honestly say that the speakers were phenomenal. I can honestly say degani halol bo'lib, rost bo'lib aytamanki degani bo'ladi. O'tgan yili hop tana qarang, aql va tana stage, ya'ni bu yerda ko'rgazma ma'nosida kelyapti. Ya'ni shu narsani o'tkazgan ekan va rostdan aytamanki, the speakers were phenomenal. Phenomenal degani hayratlanarli, ajabtovur degani gapiruvchilar. I still think about their talks to this day. Qarang. To this day degani shu kungacha. Shu kungacha ular haqida o'ylayman, talklari haqida, ya'ni suhbatlari haqida deyapti. Ya'ni beradi, speech berasiz-ku. This time round, wow, this time round degani bu safar degani. Okay, I am looking forward to hearing regular New Scientist contributor David Robson discuss how we can make more meaningful connections. Make more meaningful connections. Ma'noliroq aloqalar qilishimiz haqida, misol uchun, kimlar bilan? Nobel Prize winner, Nobel mukofotini yutgan odamlar bilan va o'sha bu yoqda David Robson degan odamlar haqida qanday qilib o'rtada nimasi bo'ladi? Ma'noli aloqalar qilishimizni kutib turibman deyapti. Looking forward degani kutib turish degani. Wenry Ramakrishnan talk about aging. Aging degani qarish degani. Shu odam qarish haqida gapiryapti. I also can't wait to see. Kutib tura olmayman ortiq degani. Something. Bitta narsani ortiq kutib tura olmaysiz-ku. Mana tashlab qo'ydim-ku artikelni mana. Mana New Scientist tashlab qo'ydim-ku. O'shini tugatsangiz ham o'sha yetadi sizga. Xo'p, Turkiyadan odam ko'proq yetishmoqda. Menimcha bugun kunim faqat ban qilish bilan o'tsa kerak. So, ortiq kutib tura olmayman degani, wait to see the winning entry for our competition with Lego which will be built on site deyapti. Bu joyda quriladigan nimani winning entry, ya'ni yutish kirish point bo'ladi-ku, kirish joyi. O'shini nimasini ham, qurilishini ham kutib tura olmayman deyapti, ya'ni o'sha mavjud bo'lishini. Yoki winning entry bu yerda qurilish ma'nosida emas, prosta g'alabalarcha kirib kelishini, g'alaba bilan kirib kelish, g'oliblarcha kirib kelishini kutib tura olmayman deyapti. So, if you would like to come along degani qo'shilish, misol uchun birga kelish degani, okay? Come along. Early bird tickets for either or both days are still on sale, but be quick as this offer ends on 22 September deyapti. Early bird tickets. Zo'r so'z. Early bird tickets. Bu degani avvalga sotiladigan chiptalar, ya'ni borku, birinchi sotgan odamga arzonroq qilib berishadi-ku, o'zi har qanday biznesda ham yoki har qanday sotuvda ham, misol uchun, nima bo'ladi? Birinchi sotib oladigan odamlarga arzonroq bo'ladi. Shuni early bird ticket deydi. Yo bitta kun uchun yoki ikkala kun uchun ham hali ham sotuvda, lekin shoshiling deyapti. Bu nima? Offer 22 sentyabr kun tugaydi deyapti. If you can join us in person, okay, join in person degani shaxsan kelib qo'shilish degani. Okay, physical contact qila olmasangiz deyapti. You can also buy an online ticket and enjoy the show from the comfort of your home. From the comfort, writingda kerak bo'ladigan so'zlardan bittasi of somebody's home. Kimnidir uydan turib, comfortda biror narsa qilish, ya'ni uydan chiqmasdan degani. Uydan chiqmasdan turib, showni ko'rsangiz bo'ladi, onlayn chipta sotib olib deyapti. To book tickets, bookning ikkinchi ma'nosi bu yerda order degani. Oldindan bron qilib qo'ymoqchi bo'lsangiz tiketlar. For all details of this year's show, bu yil uchun detallarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, visit newscientist.com, okay, / bu yoqni o'z nomini yozib qo'yibdi. All the best and I hope to see you there deyapti. All the best degani omad tilayman degani va o'sha yerda sizni ko'rishdan umid qilaman deyapti. Qarang, bitta artikelning o'zidan qancha nice chunking chiqadi. Prosta o'qimaganingiz uchun ham bunaqa chiqishini ham bilmaysiz va qiynalib yuraverasiz agar o'qimayotgan bo'lsangiz, misol uchun. Hammani nazarda tutib gapirmayapman bu yerda. Bir kunda natijasini ko'rishingiz shart emas-da u narsani. Har kuni qilmaguningizgacha bitta narsa o'zini samarasini bermaydi. Misol uchun, futbol o'ynayotgan bo'lsangiz ham, birinchi kunlari ochiq vartaga gol ura olmaysiz, misol uchun. Shunaqa holat bo'ladi-ku, to'g'rimi? Keyin borib shunaqa o'z moslashasiz, to'g'rimi? So safe place deyapti. Xavfsiz joy. Current international law isn't fit for today's space industry. Not fit degani mos tushmaydi degani. Hozirgi, demak, fazo sanoatiga xalqaro qonun to'g'ri kelmaydi deyapti.
Okay, qanachi nimaga to'g'ri kelmaydi? If you watch the live video of billionaire Jason Isaacman popping his head out of a SpaceX spacecraft, pop head out of something degani boshini chiqarish degani. Okay? Qancha o'qiysiz artikelni har kunimi? Ha, deyarli har kun. So boshini chiqargan videosini ko'rgan bo'lsangiz deyapti, spacecraft degani fazoga uchadigan nima, raketaga o'xshagan narsa. Okay, fazoviy jism. Yerdan uchiriladi bu. Okay, pop his head out of. Endi his o'rniga kim boshini chiqarayotgan bo'lsa o'shini aytasiz. Ko'rgan bo'lsangiz deyapti, your first thought probably wasn't who gets sued if someone goes wrong deyapti. Get sued degani sudga tortilish degani. Okay? Bu yerda nimadir noto'g'ri bo'lib ketsa, kim sudlanadi degan savol bo'lishi mumkin deyapti. Bo'lmasligi mumkin deyapti. Sorry, wasn't deyapti. But as private space flight grows, o'sha fazoviy nimalar, parvozlar private, ya'ni shaxsiy bo'lib o'sishda davom etar ekan, questions like this must be answered. Address deyapti. Bunga o'xshagan savollarga javob berilishi kerak deyapti. Okay? Private space flight degani bu shaxsiy fazoga uchishlar davom etar ekan, bunga o'xshagan savollarga javob berishimiz kerak deyapti. International space law is a patchwork of treaties dating back to the space race. Space race degan narsa bor. Bu Amerika bilan Rossiyani o'rtasida Cold War paytida, ya'ni sovuq urush paytida, misol uchun kim fazoga chiqishga birinchi nima bo'ladi, chiqishga harakat qilish boshlangan. O'shunda misol uchun Yuri Gagarinlar fazoga chiqqan, oyga qo'nmagan. Okay? Va eng qizig'i o'sha paytda Amerika bilan Rossiyani o'rtasida kim yerni yadrosiga tezroq yetib borishga ham poyga bo'lgan, lekin 12-13 kilometrdan keyin yer juda bir 100-200 gradusdan oshib ketgandan keyin issiqligi to'xtatib qo'yishgan. So, endi bitta qiziq savol bor-da, menga qiziq, prosta o'zim just out of curiosity, kim odamlar oyga qo'nganiga ishonadi va ishonmaydi? Who believes? Prosta so'rayapman xolos, okay? Janjallashish, tepishish, urishish shart emas. Who believes and does not, kimdir ishonsa ham ishonmasa ham hech narsa o'zgarmaydi. Believe in the moon landing. Moon landing degani o'sha oyga qo'nishga kim ishonadi yoki kim ishonmaydi? Odamzod oyga qo'nganiga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Reading boost qilishim bir kunda nechta artikel o'qish kerak? Endi qanchalik boost qilishni xohlayotgan bo'lsangiz shunchada, qanaqadir limit yo'q-da. Bilim olishga limit qo'yib bo'lmaydi-ku odam. Qanday limit qo'yasiz misol uchun? Bilmaysiz-ku nechta artikel o'qisangiz nima bo'lishini. Bilmayman, gazetalarni solishtirib o'qimayman. Qiziq mavzu chiqib qolsa o'qiyman. How to make keyboard. Keyboardni qilayotganim yo'q, menimcha. Sariq qilayotganim yo'q. Prosta mana nimani o'zidan qilyapman. Mana bu yerda mana qalam bor-da, o'shdan qilyapman. Savolingizga javob berdim, Fazilbek. Bilmayman. Compare qilib o'qimayman. Okay. Okay. Endi, why do you think nobody has landed on the moon in the 21st century? Endi 21-asrda nimaga oyga qo'na olmayapmiz deb o'ylaysiz? O'sha 1969-yildan beri adashmasam, 1969 yoki 72dan beri oyga chiqqanimiz yo'q-da. Skorimizni oshira olasizmi? Skorimizni oshirib bera olasizmi? Too interesting a question. Global warming tufaylimi? Ajoyib. Unda nimaga harakat qilyapmiz boshqa sayyoraga ko'chishga, oyga bora olmasak? Yo'q, bo'pti. There is not oxygen deyapmiz. Oxygen yo'q deyapmiz. Birinchi odamlar oyga qo'ngan paytda oksigen bo'lganmi shunda? Ajoyib. Oziq-ovqatlarni yemiriladi. Har kuni millionlab, trillion tonnalab chiqib yotibdi-ku. Ana space debris degan narsa bor, misol uchun raketalar uchirib yotibmiz-ku. O'sha raketani misol uchun ichiga odam qo'yib jo'natib yuborsak, battar bo'lib ketadimi? Oziq-ovqatlarni yemirilib ketadimi? How can you think like that? I mean, I don't blame you, but in general,
if you think about this, we are actually sending rockets into the space every single day. And what is the difference between sending them with humans and without humans, like to the ozone layer depletion? I mean, I can't understand the logic behind your words. Hozir. Okay. So, okay. Anyway, demak, bu yoqda patchwork degan so'zni ko'rganmiz. Patchwork ketib kelgandik. Patchwork. Patchwork degani bu nima desa bo'ladi? Xo'p, dizaynda tushunyapsizmi, bitta narsa uchun masalan blueprint deydimi, misol uchun shunaqa bo'lib bergan of treaties. Xo'p, treaty degan so'z endi rozilik degani. Okay, rozilikni nimasi bo'lib bergan? Namunasi bo'lib bergan. Okay, back to the dating back. Date back degani o'shaga borib taqalish, space race'ga borib taqalish. Most importantly, the outer space treaty of okay, treaty, right? Treaty or treaty. Okay, so Treaty of 1967 deyapti. One key tenet. Tenet degani asosiy jabhasi degani. Okay, tenet. Bu yerda yana nimasi bo'ladi? Fabric desangiz bo'ladi. Fabric degani ham asosiy fundamenti degani. Teacher yaxshi teacher. Qachon reading qilamiz? Ajoyib savollar so'raysiz. Xo'p, endi qaranglar, mana artikelni mana aytdim, mana bu yerda mana darsni boshiga chiqsangizlar, topasizlar. Okay. So, one key tenet of this is that, ya'ni buni asosiy jihatlaridan bittasi, only states can be responsible for activity in space deyapti. Faqatgina mamlakatlargina, state degani shtat degani ikkinchi ma'nosi mamlakat degan. Faqatgina mamlakatlargina responsible bo'lishi mumkin deyapti. Ya'ni har qanday holatda ham responsible degani mas'ul bo'lishi mumkin. Event that of non-governmental entities like SpaceX deyapti. Non-governmental entities degani davlatga qarashli bo'lmagan tashkilot degani. Okay, non-governmental organization. Hop, private. Okay. Because Isaacman, SpaceX ni bilasiz, bu Elon Muskning kompaniyasi. Because Isaacman and his crew degani to'dasi degani, nima odamlarni guruhi launched from the Kennedy Space Center in Florida. That means the buck stops with the US government deyapti. Xo'p, bu yerda buck degan so'z ma'nosi juda ham ko'p so'z buni. Xo'p, buckni bitta ma'nosi nima degani? Dollar degani. Menimcha bu yerda ham dollar ma'nosida ketyapti. Hukumat demak pul demak hukumat bilan tugaydi deyapti. Ya'ni Isaacman va uni jamoasi Kennedy Space Centerdan Floridadan uchib ketishi, launch degani raketaga nisbatan ishlasangiz uchib ketish degani. Xo'p, o'sha yerda uchib ketar ekan, bu degani hukumat bilan pul tugaydi deyapti. But the US government has found ways to pass that buck deyapti. Keyin buckni bu yerdagi boshqa ma'nosi ham menimcha. Xo'p, bu backni bitta ma'nosi yana to'siq degan ma'nosi ham bor-da. Misol uchun bo'ladi-ku, to'siq ham emas. Misol uchun ot sakraydi-ku, ot sporti bo'ladi. O'sha narsani nazarda tutyapti. Pass degani o'tib ketish degani. Yo'llarini topadi deyapti. Keyin qarang, mana buck misol uchun bitta ma'nosi dollar degani-ku, pul degani. Spelling writingda ishlatib o'tirmang, lekin juda ham too informal bu. Ogohlantirib qo'ying. So while the Federal Aviation Administration has strict rules, kuchli qoidalar and regulations va chora-tadbirlari bor ekan, buni tasdiqlashda ishlasa bo'ladi. For commercial air travel, ya'ni tijoriy havo sayohat uchun, commercial space flight has always been given a lighter touch. Wow, to be given a lighter touch degani e'tibor berilmasligi degani. Okay, doim e'tibor berishmagan. Misol uchun, doim shaxsiy emas, bu yerda tijoriy
sayohatlar, havodagi sayohatlar degan nimani nazarda tutyapti? Ya'ni pul uchun sayohat qilishga taklif qiladigan kompaniyalarga doim to'siqlar bo'lib kelgan va shuning uchun ham tijoriy space flightlarga deyarli e'tibor berilmagan. Most recently by the Space Act of 2015. That law extended a learning period that prohibits the FAA from issuing regulations deyapti. Issue degani bosmadan chiqarish degan ma'nosi ham bor. Okay? Xo'p, aytayotganki, bu qonun extended a learning period, ya'ni o'rganish muddatini kengaytirib berdi. Bu narsa nimani taqiqlab qo'yadi? Prohibit degan taqiqlash. Task-to speakinglarda ishlasangiz bo'ladi. Bu yoqda nima dedi? Federal Aviation Administrationni qonunlar chiqarishdan to'xtatib qo'yadigan o'rganish muddatini cheklab qo'yadi. Bu degani mana shu administratsiya hadeb qonun chiqarmay turadi degani. Okay, we may soon see legal clarity on who is responsible for private astronauts deyapti. Ya'ni o'sha shaxsiy astronavtlar uchun, okay, alohida astronavtlar uchun kim mas'ulligi haqida legal clarity, qonuniy aniqlashtirishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi deyapti. Legal clarity on something degani shu. Da rekord qilyapman, lekin jonli ko'rganga yetmaydi baribir. Hech bekorchi bo'lsangiz, hech narsa qilmayotgan bo'lsangiz, artikel o'qiganga yetmaydi baribir. Birga. So related to the safety and astronauts on private space flights. Safety degani xavfsizlik degani. In other words, boshqacha qilib aytganda, task-to ishlasangiz bo'ladi, speakingda ishlasangiz bo'ladi. Hadeb what I mean. Umuman writingda what I mean demang. In other words deng. Misol uchun kerak bo'lsa-da, boshqacha qilib aytganda degani. Any safety concerns, har qanday xavfsizlikka oid tashvishlar Isaacman may have had ya'ni Isaacda bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday concernlar were hashed out between him and SpaceX there. Burada juda ham ajoyib so'z chiqyapti. Hash out degan so'z. Hash out bu bitta narsani misol uchun ovqat degan ma'nosi bor. Endi verb shaklida oladigan bo'lsangiz, buni nimasi bo'ladi? Bo'linib ketish degan ma'nosi bo'lishi kerak. Hozir men o'zimcha qilib qo'yadi. O'sha ikkita odam o'rtasida bo'linadi, muhokamalarga sabab bo'lib turib, agreement qilinadi. O'rtada hash out xuddi shu narsa. Xuddi shu. Siz yaxshi komment bildirdingiz. Between him and SpaceX. This learning period is due to expire. Due to degani tufayli degan ma'nosi bor. Ikkinchi ma'nosi deadline ni tugashi bo'ladi-ku. Due degani the expiry date of a deadline. The deadline ni tugash davri ham due deyiladi. Okay? Due to expire on 1st of January 2025. So we could see legal clarity on who is responsible for private astronauts, but this isn't the only area of space legislation that needs attention deyapti. Hop, space legislation ya'ni qonunni o'tkazish. Tasdiqda kerak bo'ladigan so'zlardan bittasi, ya'ni fazoni misol uchun qonunlashtirishga kerak bo'ladigan yagona e'tibor qiladigan hudud emas bu deyapti. Ya'ni misol uchun qonunlashtirishni aytyapti. Astronomers are increasingly concerned about the number of satellites in orbit. Ya'ni orbitamizdagi o'sha oshib borayotgan raqamlardan xavfga tushyapti. Okay, satellite degani bu sun'iy yo'ldosh. Potentially ruining their observations deyapti. Bu narsa observationlarni, misol uchun tadqiqotlarni yerdan turib bu to'xtatib qo'yapti. Aytdim-ku, space debris, space junk degan narsa bor. Ya'ni bu narsa nima? Biz hadeb raketalarni uchirganimizdan keyin fazoda o'sha bo'linib ketyapti-da va axlatga to'ldirib tashlayapti fazoni. Va o'sha narsalar ham, misol uchun yerdagi tadqiqotni vayron qilib yuboradi-da. Tushunyapsizmi? Elon Musk SpaceX is again a big player here. A big player degani katta rol o'ynovchi degani. Okay? Katta rol o'ynovchi bo'lyapti. Task-to ishlatib o'tirmay, speakingda ishlasangiz bo'ladi. Controlling 2/3 of active satellites. 2/3 degani 3dan 2 qismi, 66-67% task-1da ishlasangiz bo'ladi. And there are currently no regulations that prevent him from launching as many as he pleases deyapti. As many as somebody pleases degani kimdir xohlaganicha degani. Misol uchun as I please bo'lsa, misol uchun xohlaganimcha degani. Xohlaganimcha, bu odam xohlaganicha misol uchun raketa uchirishga hech qanaqa chora tadbir yo'q, ya'ni hech kim bunga chora ko'rayotgani yo'q deyapti. So what next? Bundan keyin nima? As policy researcher Thomas Hale says,
says our political systems aren't designed to solve long problems deyapti. Uzoq muddatli muammolarni yechishga qaratilinmagan bizning sistemamiz deyapti. And they don't get much longer than taming the final frontier deyapti. Tame the final frontier degani oxirgi, misol uchun yo'nalish, oxirgi joyni qo'lga o'rgatishdan boshqa chorasi yo'q deyapti. Ya'ni boshqa nimasi bo'ladi? Ko'tarila olmaydi, keta olmaydi. Tushunarligi? Xo'p, that isn't to say, that is not to say. Tasdiqda ishlasiz bo'ladi. Bu degani bunaqa degani emas degani. Okay? Ya'ni buni deyish bilan bunaqa ma'noni anglatmayapman degan gap. Okay? Qaysi kanaldan olasiz artikellarni? Mana bu yerda New Scientist degan nima turibdi-ku? Mana. New Scientist deb yozinglar, bo'ldi. Okay? Xulosda mana sizga social mediada nima kerak bo'lsa, ya'ni misol uchun applicationlarda nomini yozing, chiqadi-da, tushunyapsizmi? O'zi hammanglarga tegishli. Bu kimdir savol so'ragan uchun bu narsani aytmayapman. Nima kerak bo'lsa, odam birinchi qidirib ko'rish kerak. Okay? Bu hammaga tegishli. O'zimga ham, misol uchun sizga ham hammaga tegishli. Okay? Topa olmasangiz, keyin so'rash kerak. Tushunarligi? Keyin mendan so'raganingiz uchun jahlim chiqqani, boshqa narsa qilganim yo'q. Prosta aytib qo'yapman. Assalomu alaykum, alaykum assalom. A'lo topshirmoqchimni listening 135 chiqqan, lekin reading biroz qiynalmay 20 ta atrofida maslahat berib yuboring. Shu artikel o'qing, lug'atlarni mana qilib o'rganib keting va readingda qilayotgan xatolaringizni analiz qiling. Boshqa yo'li yo'q-da. Misol uchun, shaxsan o'zim reading 5 dan 9 gacha shunday qilib ko'tarilganman-da endi. Xo'p, we shouldn't try however deyapti. Biz harakat qilmasligimiz kerak degani emas bu deyapti. And the refresh of the aging outer space treaty to help tackle these modern issues would be very welcome deyapti. Va space treaty ni, ya'ni bo'ladi-ku, nasa bo'ladi? Kelishuvni, bu kelishuvni nomi bu. Bizning muammolarimizni tackle these more modern issues degani zamonaviy muammolarni yechishga qiladigan refresh degani. Bilasizlar, ayniqsa misol uchun Google, Instagram yoki YouTube ga kiradigan bo'lsangiz yoki Telegramda ham refresh degan narsa bor, qayta yangilash degani, okay? Bu yerdagi ma'nosi yangi harakat degani, new effort degani, okay? Yangi harakat qilishi welcome deyapti. Ya'ni biz buni xursand bo'lib kutib olamiz deyapti. Speakingni qanaqa qilib oshirsa bo'ladi? Gapirib oshiribdi, endi nima qilib oshiradi speakingni? Gapirmasiz qanday oshadi? Feedback olish kerak. Har kuni ishlatayotgan so'zlaringizni pronunciation'ni ham tekshirib ketish kerak-da. U speaking faqatgina gapirishdan ham iborat narsa emas. Misol uchun, har kuni bitta noto'g'ri so'zni talaffuz qilaversangiz, u qanday ballingiz oshadi? Lug'atingiz oshdi deylik, grammaringiz oshdi deylik, fluency'ingiz oshdi. O'sha pronunciation oyoqdan tortib qolaveradi misol uchun, yoki fluency orqadan tortib qolish mumkin. Rekord qilib ovozingizni o'zingizga eshitib o'sha xatolarni to'g'rilashingiz kerak. Shunaqa qilib oshirasiz-da. So shunaqa gaplar guys. Artikel shunaqa o'qiladi. Xohlasangiz bir necha marta o'qing, sizga qanaqadir chegara yo'q. Xohlasangiz bir kunda 10 ta artikel o'qing. Nechta artikel o'qishim kerak, nechta podkast eshitishim kerak, nechta nimadir qilishim kerak degan gaplar hammasi bekorchilikdan kelib chiqadigan narsa. Bu misol uchun kamroq aytsa bo'larmikin degan narsani misol uchun kutishdan boshqa narsa emas xolos. Voy insonlar aytayapman-ku, artikellarda mana hozir aytdim, nima qilyapsizlar? Ba'zigilarni xayollar qaytdi mana. New Scientist deb yozasizlar dedim. 4-chi, 5-marta so'rashinglar, to'g'risi. Aytdim, misol uchun birinchidan mana kanalga tashlab qo'ydim dedim. Va ana endi mana orada so'ralganda mana uni aytdim. Okay, bo'ldi shu. What's a big deal? O'qisangiz bo'ldi, muhim o'qisangiz bo'ldi, topib olganga yarasha, okay? Misol uchun ko'pchilik ba'zida o'quvchilar, ba'zida emas, ko'p holatlarda motivatsiya uchun qiladi-da. Men tushunmayman shu narsani. Misol uchun bo'ladi-ku, podkast eshitish yoki qanaqa ma'noda motivatsiya deyapman? Yig'ib olish uchun, okay? Bor-ku, mana shu podkast menda mana sayti yoki bir resurs bor-ku menda deb turib, bo'ldi, qilmay qo'yra. Save it messagesida bor degani sizga foydasi tegyapti degani emas. O'qimasangiz foydasi yo'q. Okay, yoki podkast bo'lsa eshitmasangiz foydasi yo'q. Okay, YouTube'da video bo'ladigan bo'lsa ko'rmasangiz foydasi yo'q. Qilsangiz foydasi bo'ladi-da, bir kunda natijasini kutavermaslik kerak. U bir kunda bo'lganda nima qizig'i qoladi sizga? Misol uchun. So, general advice uchun, general reading uchun artikel o'qing. Artikeldan boshqa nima ham qiziq bo'lardi yana? Shu mana New Scientist degan kitob bor ekan. Mana bu yerda kitob emas, magazinlar bor ekan. So, endi buni men tashib berib qutulaman u.
Qaranglar, readingda qaysi savol turini o'rganmoqchi bo'lsangiz ham, qaysi savol turini yechmoqchi bo'lsangiz ham, birinchidan o'sha savol turiga ko'proq e'tibor qaratishingiz kerak, boshqa savol turlaridan ko'ra ham qiynayotgan bo'lsa, ikkinchidan baribir comprehensionga borib taqalaveradi. Ming anavi kurs chiqqan texnikasimi yoki g'ilmindi texnikasimi, qanaqadir bir qanaqadir xorazmcha texnikalarmi, nimadir texnikalarda bilganingiz bilan matnni tushunmasangiz, qanaqa texnikani o'rganishingizdan foydasi yo'q, umuman topa olmaysiz. Hammasi comprehensionga borib taqaladi, okay? To'g'ri, menga oson, misol uchun comprehensioningizni improve qilib qo'ysangiz, improve qilsangiz oshadi deb. To'g'risi ham shu-da. Misol uchun men ham reading oxirgi misol uchun 5 ta imtihondan 4 tasida 9 chiqqan bo'lsa, nima qilaman? Examda nima qilaman? Misol uchun topayotgan paytimda qanaqadir texnika bilan emas, tushunsam topaman-da o'sha javobni. 40 tada 39 yoki 40 ta topish uchun matnni tushunishim kerakmi? O'sha joyini, ayniqsa at least o'sha javob beradigan joyini, misol uchun javob chiqadigan joyini tushunishim kerak. Shu comprehensive oshmagunga qadar hech qanaqa bir maslahat ham, misol uchun maslahat berganda ertaga sizda ko'payib qolmaydi-da flow chartingiz, tushunyapsizmi? Chunki men sizni reading comprehensivega hech narsa qilmadim. Misol uchun ingliz tilini tushunish darajangizni oshirib qo'ya olmayman-da bitta maslahat bilan. Shu. Endi qizg'onyapti deb o'ylasangiz ham, misol uchun ba'zi o'quvchilar so'raydi, balki siz unaqa deb o'ylamayotgandirsiz. That's okay. Men ham shunaqa deb o'ylaganman va adashgan ekanman o'sha paytda. So, I guess that's it. Men sizga rekordingni tashlab beraman. Mana artikellar bor kanalni tashlab qo'ydim, artikelni o'zini tashlab qo'ydim va bunga o'xshagan artikellarni ko'p o'qiganmiz. Okay, so I guess that's the end. Hopefully